Bir kunda 5000 ta tandir somsa qayerda tayyorlanishini bilarmidingiz? Aynan O'zbekistonda bu haqiqiy rekord. Bu maskan Buxoroning eng yirik somsaxonalaridan biri bo'lib, Qorako'l, Olot, 1 kilolik tovuqli sirli, hatto avashloy minglab somsalarni shu yerda tayyorlashar ekan. Somsalarga solinadigan go'shtning rangiga qarang, holini so'rang degandek, barcha go'shtlar munchoqdek qo'lda to'g'ralib, birin-ketin somsalar ichiga solinar ekan. Sanoqli joylargagina saqlab qolingan gazsiz o'tinda pishadigan minglab somsalar uzluksiz 4 ta tandirda pishar ekan. Bu maskanda sifatsiz mahsulotlarga umuman o'rni yo'q ekan. Olot somsalarini buyurtma bering, yo'lda bo'ling. Kelganingizda Olot somsalar allaqachon issiq holda kutib turar ekan. Olot somsani tanovul qilib shuni his qildimki, Olot somsaga ishlatiladigan go'shtlar go'shtning bonfeli qismidan ekan. Somsalarning xamiri qarsillagan, ichi esa shirali va mazali. Har luqmasida haqiqiy go'shtning ta'mi va tandirning hidi sezilar ekan. Agar kechki payt somsalar tanovul qilmoqchi bo'lsangiz, kamida 15 tagacha somsalarni buyurtma bersangiz, siz kelgunga qadar tandirdan qaynoq holda uzib berishar ekan. Bu mazali somsalar manzili Jondorstankadan Chorbakir ketaverishcha, Jorbakirga kirmasdan o'ng qo'lda joylashgan Chorbakir somsa. Bosh homiylarimiz Milkidey hamda Tojmahal to'yxonasi aniq lokatsiyasini Telegram kanalida qoldiraman. Telefon raqamini video ostida qoldiraman.